Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan ko'rishtirganman. Juda ham xursandman. Demak, azizlarim, sezib turganingizdek, bugun sizlar bilan shayton va farishta kartasidan ha yoki yo'q mavzusida karta foli ko'ramiz. Demak, azizlarim, bu qanaqa mavzu deb so'raydigan bo'lsangiz, meni yo'llarim bekmikin? Nimaga ishlarim hech yurishmayapti? Men shu ishni rejalashtiryapman, lekin hech ham o'ngidan kelmayapti. Bir joyga chiqib keta olmayapman. Xullas, umuman meni yo'lim bekmikin yo ochuvmikin? Mana shu savollarga javob topamiz. Shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tishim kerak azizlarim. Bu agar siz yaqinda yo'l ochirim qilgan bo'lsangiz, sizlarga taalluqli emas. Bu umuman olganda yo'l ochirim qilmaganlarga. Chunki men yaqinda yo'l ochirdim-ku degan savollar ko'payib ketyapti-da. Shuning uchun tushuntirish bermoqchiman. Demak, azizlarim, meni obunachilarim bu shayton va farishta kartasini juda ham yaxshi bilishadi. Yana eslatmoqchiman. Mana bu shayton va farishta kartamiz. Demak, azizlarim, agar mana shu farishta oq tarafi bilan ko'p tushadigan bo'lsa, tanlagan versiyangizda, unda sizni yo'lingiz ochuv ha degan savol javob olasiz. Agar mana bu shayton, ya'ni qora tarafi bilan tushadigan bo'lsa, afsuski bu yo'lingiz bek degan. Demak, boshladim. 1 2 3 4 5 6. Qaysi biriga yuragingiz tuyapti, qaysi birini intuitsiyangiz tushyapti, qaysi biriga, demak, tanlang. 6 gacha sanadim. Demak, tanlab bo'lgan bo'lsangiz, azizlarim, birinchi versiyadan boshlaymiz. Demak, birinchi versiyadagilar. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim shifoli bo'lsin. Shifoli ochirim bo'lsin. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Bilasiz, bizning videolar faqatgina like bosib, obuna bo'lganlargagina shifoli bo'ladi. Demak, azizlarim, kartalarimizni to'g'rilab olamiz va ketdi. Bismillahirrohmanirrohim deb yaxshi niyatlar bilan shifoli ochirim bo'lsin deb boshlaymiz. Afsuski, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, 1 2 3 4 ta shayton tarafi bilan tushdi. Ikkitagina oq, ya'ni farishta tarafi bilan tushdi. Bu sizni yo'lingiz 100% ga bek. Masalan, men bu yerda nimani ko'ryapman? Ishga kiraman deganlar bir yaxshi ish topa olmayapti. Sovchilikka borganlar quruq qaytib kelyapti. Uyda janjal, to'polon, bir nima desam bo'ladi. Bir to'xtamga kelmayapsiz-da, keyin er-xotinlar ham ko'p. Mana urush janjallarni ham ko'ryapman-da, er-xotinlar chiqishmayapti nimagadir. Ayniqsa yangi turmush qurganlar ham nimagadir ko'p janjal. Bu yo'lingiz bek, afsuski, siz yo'l ochirim qilishingiz kerak. Lekin Xudo xolasa sizda yaxshi yengillik bo'ladi. Yaxshi yengillik ham eshitasiz. Demak, birinchi versiya shundan iborat. Endi ikkinchi versiyani tanlaganlar. Ikkinchi versiyani ko'ramiz. Nomer qanday? Mana. Ikkinchi versiya. Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlanishi yomon emas. Afsuski 50-50 bo'lib turibdi-da. Mana. Pul kelyapti, lekin sizni ko'nglingizdagidek emas. Ish chiqyapti yoki ishlayotgan joyingizda ham bir ko'nglingiz to'lmayapti. Qandaydir bir uyingizdan ham
chiqib ketgisi kelyapti. Dushman ko'p. Juda ko'pchilik sizlarga qayrilib bo'lgan. Mayda-chuyda gaplar ko'p uyingizda. Aytmaman, pulni kelishidan ketish ko'proq bo'lyapti. Lekin baribir biza bir to'xtamga kelishimiz kerak. 50 ga 50 bo'lib qolib ketmaydi. Mana endi peshanangizdan ha yoki yo'q ko'ramiz. Mana ko'zinglarni oldida tashlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Afsuski, qora tarafi bilan tushdi. Yo'q. Sizlarni ham yo'linglar bek. Sizlarni ko'proq uylarni tozalatishingiz kerak. Uylarni shu o'qitib tozalashingiz kerak. Juda ko'pchilik uylarda. Demak, 3-versiyamizni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Afsus, ikkita tushib ketibdi, uzr. Lekin joyiga qo'ysa bo'ladi. Bitta oq, bitta qora ko'rib turganingizdek. Demak, azizlarim, super 3-versiya. Nimagaki? Mana sal yaqinlashtirib qo'ying sizlarga. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta oq, ya'ni farishta tarafi bilan tushdi. Bittagina mana shayton tarafi bilan tushdi. Ayniqsa farzandsizlarga mana bu yulduz bitta farzand belgisida. Bir juda ko'pchiliklar bir yaxshi farzandga ishora tushlar ham ko'ryapsizlar, o'ngidan keladi. Farzandsizlar albatta bu yil Xudo xolasa juda yaxshi yengillik bo'ladi. Yo 2025 ham уже tugab qoldi, yo 2025 oxiriga yoki 2026 ni boshlariga Xudo xolasa farzandsizlar ota bo'lishga Xudo xolasa erishadilar. Yaxshi yengillik bo'ladi. Yulduz shu farzanddan iborat. Farzandi borlar ham yana yangi mehmon kutishadi. Demak, azizlarim, qizlar, ayniqsa qizlarga yaxshi joylardan kuyovlar kelyapti. Juda ko'pchilik onalar to'y qilasizlar mana Xudo xolasa mana. Qo'lida gul ko'tarib turgan yigit bu to'ydan iborat. To'y qilasizlar, Alloh nasib qilsa, hamma havas qiladigan. Pullar kelyapti. 3-versiyadagilar juda katta kutilmagan joylardan pullar kelyapti. Juda ko'pchilik urushganlar yarashadi mana. Agar shu bir-biringizga achchiq tirsa o'qib yurgan bo'lsalar, yarashadi. Keyin ota uyda o'tirganlar ham ko'pchiligi yarashib ketadi. Mana pullar. Avval maydadan boshlanib, keyin katta pullar keladi, Alloh nasib qilsa. Men 3-versiyadagilarni juda ham tabriklayman. Juda ham yaxshi tushdi. Demak, endi 4-versiyamizni ko'ramiz. 4-versiya. Nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga ham yaxshi kartalardan tushsin, ilohim. Demak, azizlarim, gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarda ikkitagina shayton tarafi bilan, bitta, ikkita, 3ta, 4ta farishta tarafi bilan tushibdi. Ayniqsa uysiz yurganlar, kvartirada yurganlar, mana hech bo'lmasa bir xonali uy olamanmi deb yurganlar olasiz. Bir xonali emas, ko'p xonali uy ham bo'lishi mumkin, sharoitlari bor. O'zingiz xohlagandek juda ham yaxshi tushdi mana qarang. Oq taraf bilan tushdi, mana bu taraf bilan tushmadi. Juda ham yaxshi. Mana quyosh, Xudo xolasa quyoshli uyga ega bo'lasiz. Hozir sizlarda ham pul qandaydir muammo bo'lib turibdi, lekin vaqtincha. Chunki mana oldida kelayotgan kartalarga ham qaraladi. Mana katta pullar, Xudo xolasa ko'nglingizdagidek bo'ladi. Voy, bizning uyda doim shu baqir-chaqir bola ko'pda. Mayli. Mana Xudo xolasa
yangi imkoniyatlar, yangi ish, xullas nima o'ylab yurgan bo'lsangiz, agar chetga ketaman desangiz ketasiz. Xudo xohlasa, bir yordam kuchlari juda ham yaxshi. 4-versiya. To'g'ri, dushmanlar ham bor. Sizlarda juda ko'p dushmanlik bo'ldi, lekin chekinyapti dushmanlar. Chekinishyapti nimagadir. Sizlarni yo'linglar ochiq. Demak, 5-versiyani ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, azizlarim, afsuski, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta qora tarafi bilan tushdi. Ya'ni shayton tarafi bilan bittagina oq tarafi bilan tushdi, ko'rib turganingizdek. Yo'lga ketaman deganlar, yo'q, hozircha keta olmaysiz. Pul olmoqchi bo'lib turganlar, kreditgami, qarzgami, yo'q. 2025 ola olmaysiz. Olasiz, faqat kechroq deyapti-da mana. Ayniqsa yo'lga ketayotganlar sal chatoqroq. Yo'lingda bek. Taqa-taq bek mana. To'suvlar bor. Turmush quraman deganinglar ham, yo'q, juda ko'pchiligi omadsizlik ketyapti-da. Ayniqsa kelin qilaman deganlar qila olmayapti. Pul kelishi ham qandaydir bir chatoq. Xullas, 5-versiya sizlarda ham yo'lbek. Men yo'q deb javob beraman sizlarni savolingizga. Demak, oxirgi 6-versiyani ko'ramiz. Demak, boshladi. Voy xudoyim, shu kelinam. Ayni video olaman deganingda boshlaydi-da bular shovqinni. Ayibga buyurmaysizlar. Demak, azizlarim, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Bunaqasi bo'lmagan, bo'lgan bo'lsa ham kam bo'lgan. 6ta versiya hammasi farishta tarafi bilan tushdi. Super. Tabriklayman. Hamma jabhada sizlarda yo'linglar ochiq, pul tarafdan, yo'l tarafdan, umuman to'y qilmoqchimisiz? Hamma tarafdan. Mana yordam kuchlari ham bor. Xullas, hamma tarafdan men sizlarni savolingizga 100% ha deb javob beraman. 6-versiyadagilar. Umuman olganda yo'lga chiqib ketayotganlar, yo'linglar ochiq, oq yo'l tilayman. Turmush quradiganlar, umuman sizlarni yilinglarda, xudo xolasa, mana shu dekabr o'zidayoq 2 oy bor yana 2026ga. Lekin mana shu 2 oydayoq juda ham hayotinglar o'zgarib ketishi mumkin. Faqat yaxshi tarafga. Men tabriklayman 6-versiyani yana bir bor. Demak, azizlarim, bugungi ochirimlarimiz shulardan iborat. Men sizlarga hammalarga omad tilayman, baxt tilayman. Nimagaki yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga erishinglarni men Allohdan tilab qolaman. Kimda kim yo'l ochirmoqchi bo'lsa va alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, nomerlarimni yozib qo'yaman. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolargacha xayr azizlarim.